Nurg'unlagan do'stlarimiz qon to'liqlash masalasi kelgan vaqtda nihoyat bek aldiraydi. Shundaqla shu qonni ishlik to'liqlasam bo'ladi, tuz to'liqlasam bo'ladi, qanchalik vaqt qon to'liqlaydigan mahsulot isam, qon to'liqlash maqsadiga yeta olayman deb nihoyat ko'p so'raydi. Men to'yib do'stim va Akramjon, xo'llash yuzini yurak bisvatkach inkaslarni alt raqamini yo'llab qo'ygan bo'lsanglar, ya'ni bu qon ozliqdan iborat bu xil umumlashgan kasallik bir xil sababdan bo'lmaydi. Ya'ni badanni qo'ratquchi kasalliklar tufaylidan, uningdan keyin shu jigar tal xizmatining yaxshi bo'lmasligidan, yana shuningdek badandagi bir qism a'zolarning zaifligi tufaylidanmi shu qon ozliq kelib chiqadi. Shuningga o'xshash shu kasallik sababi qarta shu choralarni hal qilish bilan birga qon to'liqlaydigan masalalarni, mahsulotlarni iste'mol qilish orqali qon to'liqlash maqsadiga nihoyat tez yetkazib bo'ladi. Masalan, badanimizda bir turkum qo'ratquchi kasalliklar kelib chiqqan bo'lsa, shuning qarta shu kasallik sababidan tugatamiz. Masalan, börekdan oqsilib kelayotgan qon kelayotgan shunda avvallar, ya'ni suduk ko'rilayotgan avvallar bo'lsa, shuning chorasini hal qilishimiz kerak. Uningdan boshqa, mush qon cherish kasallik deymiz, mushkil kasalliklar ko'rilgan vaqt shuning chorasini hal qilamiz. Uningdan boshqa mush tal jigar xizmati yaxshi bo'lmasligi sababidan qon ishliguvchi a'zolarningki xizmat chekinish sababidan bo'lgan alomatlar bo'lsa, shu a'zolarning xizmatini kuchaytirish, shularni yaxshilash orqali qon to'liqlashga chora qiladigan gap. Hargizmi qonni ichib og'ilmaydi, qonni mayadni sap qo'yganga qon to'liqlanib ketkilanmaydi. Urg'ulagan do'stlarimizdan anglaysizlar, qon soldirib tikan yana manda bo'pti, anda bo'pti degandek bir turli sabablar bor. Uningdan boshqa operatsiya deymiz, yoki bo'lmasa tashqi zaxmi deymiz. Uningdan keyin xonim qizlarimizdagi xun tavra sababidan deymiz, qon ozliq nihoyat ko'p ko'rilib qoladi. Shunga shunga o'xshash mas a'zolarga nisbatan tangshashlarni ib bo'lganda uningdan keyin siz qon to'liqlovchi mahsulotlarni iste'mol qiling yoki oilda tangshash qiling, nihoyat yaxshi holat qon to'liqlash unimiga erishgili bo'ladi. Tibobitimizda qon to'liqlaydigan mahsulotlar haqiqatan ko'p. Masalan, har qanday bir tibobat mahsulotlar do'konga kirsanglar, qon quvvat deb nihoyat chiroyli qism qo'yilgan mahsulotlar bor. Uningdan boshqa tibobitimizning an'anaviy mahsulotlardan o'sha narpin ichimligi, mubari amila, avil nushtarli, sharbati zabib, abrishim ichimligi, ximir marvayit, uningdan boshqa nurg'ulg'amish anar ichimliklari degandek shunday mahsulotlar bor. Shu mahsulotlar orqali qon to'liqlash maqsadiga yetamiz. Ya'ni shuningdek bayam degandek bir ish quta 10 kun, 15 kun, 20 kun ichib o'tib, uning bilan qon to'liqlash maqsadiga yetilmaysiz. Shunga qon to'liqlashningki izchil bir jarayonlikni, uningdan boshqa nurg'ulg'an a'zolar bilan munosabatli ekanligini bayqishingiz. Shuningdek ustiroq tevib yoki doktorxonaga berish orqali shunga mos holatda mahsulot tangshash orqali ahvolingizni yaxshilashingiz kerak. Uningdan boshqa oilada qanday qilamiz degan vaqtda bo'libmi yosh o'smirlar bilan xonim qizlarimiz qarta mush go'sht turidagi mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish, mush hayvonot jigarlarini iste'mol qilish, ya'ni shu kala jigari yoki qo'y jigarining o'zini 3 dan 2 qism pishirib, uniga palak bilan dumlab iste'mol qilish orqali qon to'liqlaymiz. Uningdan boshqa anar sharbatlarini tayyorlash orqali qon to'liqlaymiz oilada. Uningdan sirt deb qolsak, mush qizil uzum, yerli qizil uzumni chilab, qora shakar, zanjil qatorliqlar bilan qaynatib, shuni usuzlik o'rnida iste'mol qilish orqali shu qon to'liqlashga nihoyat yaxshi holatda yordam beradigan bo'ladi. Shunga nuqul holat tibobat mahsulotlariga yoki bo'lmasa antibiotik dorilarga tayinlanmasdan oildimi shu yemak ichmaklarni ko'proq iste'mol qilish, yemak ichmak odatini tangshash, uningdan boshqa ziyoda charchash, g'am qayg'u, uningdan keyin shu jigardagi, o'tdagi, börekdagi turli kasalliklarning oldini olish orqali nihoyat yaxshi holatda qon to'liqlash maqsadiga yeta olasiz. Shunga qon to'liqlashga nisbatan aldirmang, savrchan bo'ling, uningdan keyin badaningizga o'zingizga vaqt bersangiz nihoyat yaxshi holatda qon to'liqlash maqsadiga yeta olasiz.